Soliq kodeksini sharhlashda davom etamiz. Ya'ni Soliq kodeksi 2-moddasi soliq to'g'risidagi qonunchilik. Soliq to'g'risidagi qonunchilik ushbu kodeksdan va qabul qilinishi ushbu kodeksda to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan boshqa normativ hujjatlardan iborat. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida O'zbekiston Respublikasining soliq to'g'risidagi qonunchilikda nazarda tutilganidan boshqacha qoida belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnomalar qo'llaniladi. Ya'ni bu yerda soliq to'g'risidagi qonunchilikning ikkita manbai bor deyapti. Ya'ni soliq kodeksi bu tushunarli va soliq kodeksida to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan boshqa normativ hujjatlar ham soliq to'g'risidagi qonunchilikni tashkil qilishi yozilgan. Ya'ni misol qilib aytadigan bo'lsak, soliq kodeksining 47-moddasida hisob fakturalarining shakli va uni to'ldirish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi deyilgan. Bu yerda shu hisob fakturalarini to'ldirish tartibi ham soliq to'g'risidagi qonunchilikning ichiga kiradi. Yoki bo'lmasa mana 56-moddasida elektron raqamli imzo soliq to'lovchilarga ularning arizasiga asosan Davlat xizmatlari markazi orqali haq to'lash asosida O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan belgilangan tartibda taqdim etiladi. Ya'ni elektron raqamli imzoni berish tartibi ham soliq kodeksida to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan normativ hujjatda ketyapti va shu yo'nalishda soliq qo'mitasi tomonidan qabul qilingan buyruq soliq to'g'risidagi qonunchilikning ichiga kiradi. Yana bitta misol 429-moddasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Yuqori Kengesi va viloyatlar xalq deputatlari kengashlari 0.5 dan 2 gacha bo'lgan kamaytiruvchi va oshiruvchi koeffitsient qo'llagan holda ushbu moddaning birinchi qismida belgilangan bazaviy soliq stavkalari asosida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar uchun tuman va shaharlar kesimida ularning iqtisodiy rivojlanishiga qarab soliq stavkasini belgilaydi degan. Ya'ni bu ham har yili qabul qilinadi. Ya'ni kodeksda aniq belgilab qo'yilganligi sababli Xalq deputatlar kengashining soliq stavkasini oshirish yoki kamaytirishga qaratilgan qarorlari ham soliq qonunchiligi ichiga kirib ketadi. Agar soliq kodeksida aynan nazarda tutilmagan, to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilmagan boshqa qonunchilik bo'lsa, bu ham qonunchilik, lekin soliq to'g'risidagi qonunchilik hisoblanmaydi. Xo'p, endi moddaning ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, ya'ni xalqaro shartnomalar. Hozirda 56 ta xalqaro shartnoma bor. O'zbekiston ratifikatsiya qilgan. Ularning deyarli barchasi shu ikki yoqlama soliqqa tortmaslik bo'yicha. Lexus'da mana qidirsanglar 56 ta hozir chiqqan. Va bu yerda xalqaro shartnomalar asosan soliq yukini kamaytirish, soliqni bekor qilishga qaratilgan bo'ladi. Soliq to'lovchini vaziyatini og'irlashtiruvchi normalar bo'lmaydi. Ya'ni bu xalqaro shartnomalar o'zini fuqarolari, o'zini rezidentlariga iloji boricha kamroq soliq hisoblash yoki soliqni umuman bekor qilishga qaratilgan bo'ladi. Ikkala davlat shu masalada shartnoma tuzadi. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi bilan Birlashgan Arab Amirligi o'rtasida shu ikki yoqlama soliqqa tortishni yo'l qo'ymaslik va daromad hamda kapitalni soliqni to'lashdan bosh tortishni oldini olish to'g'risidagi bitim bor. O'sha bitimda mana 10-moddasida dividendlar deb alohida shartlar kelishilyapti. Ya'ni bu shartlar soliq kodeksidan farq qiladigan bo'lsa, xalqaro shartnomada belgilangan bu bandlar amal qiladi. Ya'ni bu yerda nima deyapti? Bir ahdlashuvchi davlat rezidenti bo'lgan kompaniya tomonidan boshqa davlat rezidentiga to'lanadigan dividendlar ana shu boshqa davlatda soliqqa tortilishi mumkin. Yana bu yerda ammo bunday dividendlar deyapti. Agar kompaniya dividendlarni amaldagi egasi bo'lsa va shu bilan bir vaqtda dividendlarni to'laydigan kompaniya kapitalining kamida 25% ga egalik qilsa,
dividendlar yalpi miqdori 5% dan, boshqa barcha hollarda dividendlar yalpi miqdori 15% dan ko'p bo'lmasligi kerakligini yozib ketyapti. Ya'ni buni boshqacha qilib tushuntiradigan bo'lsak, masalan, BMCJ Birlashgan Arab Amirliklari rezident hisoblanadi va O'zbekistondagi MCJA ga ta'sischi sifatida kirgan bo'lsa va uni ulushi 30% deylik, 30% ta'sischi hisoblansa, o'sha O'zbekistonda faoliyat yuritadigan MCJA dan olingan dividendlar bo'yicha 5% dividend solig'i to'laydi. Ya'ni bu shartlar 5% dividend solig'i to'lashini, ya'ni ikkita sharti bor. Ya'ni MCJB Birlashgan Arab Amirliklari rezidenti bo'lishi kerak va bu MCJB kiritgan ulushning haqiqiy egasi bo'lishi kerak. Shunda yana ikkinchi misolimiz, endi xuddi shunaqa holat, faqat ulushdor sifatida 11% ulushga ega bo'lsa, MCJAdagi, ya'ni O'zbekiston kompaniyasidagi ulushlari 11% bo'ladigan bo'lsa, dividend solig'i 10% to'laydi. Bunda ham xuddi shunaqa ikkita shart bor. Ya'ni Birlashgan Arab Amirligi rezidenti bo'lishi kerak va MCJ shu ulushda haqiqiy egasi bo'lishi kerak. Bu misollar ikkala tomonga ham ishlaydi. Ya'ni hozir Birlashgan Arab Amirliklari kiritgan ulush sifatida qarasak, xuddi shunaqa O'zbekiston ham agar Birlashgan Arab Amirliklariga ta'sischi bo'lib kiradigan bo'lsa, shunaqa foiz stavkalari qo'llaniladi. Endi savol tug'ilishi mumkin, boshqa holatlarda 15% ku deyilgan-ku, mana bu yerda mana boshqa barcha holatlarda, ya'ni ustav kapitalidan 25% dan kam bo'ladigan bo'lsa, dividend miqdori 15% dan ko'p bo'lmasligi kerak. Biz hozir aytyapmiz misolda 10% dividend solig'i to'laydi deb. Bu yerda maksimal miqdor belgilangan 15%. O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bunaqa holatlarda dividend bo'yicha 10% soliq to'lanadigan bo'lsa, bu O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha kamroq qo'llanilaveradi. Lekin masalan, O'zbekiston qonunchiligida 20% deb belgilab qo'yilganda edi, xalqaro shartnomalar bo'yicha bu foiz 15% ga tushirilib hisoblanardi. Va shu yerda milliy qonunchilik bilan xalqaro hujjat o'rtasida tafovut vujudga kelardi va xalqaro hujjat amalda kiritilardi.